agar sigaret haqida gapiradigan bo'lsak, sigaret haqida to'g'ri, sigaret chekma yoki hadislarda sigaret chekma degan oyat bo'lmagan bilan ularning harom ekanligiga boshqa oyatlar bor. Alloh taolo umumiy qilib turib gapiradi. Aytadiki, Bismillahirrohmanirrohim. Va la taqtulu anfusakum innalloha kana bikum rahima. Sizlar o'zinglarni o'zinglar o'ltirmanglar deydi. Qarang. Xo'p, endi o'ltirishlikka sigaretning nima aloqasi bor desangiz, aytadiki, sigaretning ziyonlarini agar statistika bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsangiz yoki tabiblardan so'raydigan bo'lsangiz aytibdiki, sigaretdan o'layotgan odam 100dan 68% sigaretdan o'lyapti deydi. 100dan, ya'ni 100 odamdan 68tasi sigaretdan o'pkasi ketib o'lyapti. Sigaret chekmaydigan odamlarning 100tasidan bittasi ajali bilan o'layotgan bo'lsa, qolganlari o'pkasini quritib o'lyapti deyapti. Endi insonning a'zosida og'riq sezmaydigan bitta a'zo bor ekan. Tabiblardan so'rang aytadi. Insonning tanasida og'riq sezmaydigan bitta a'zo bor ekan. U ham bo'lsa o'pka. Nima uchun og'riq sezmaydigan qilib qo'ydi buni Alloh taolo desa, insonning hayot manbai bu. Nafas olish kerak. Inson eng qattiq muhtoj bo'ladigan narsa nafas olishlik ekan. Agar bu og'riydigan bo'lsa, bu kasal bo'ladigan bo'lsa, insonning hayot ko'rishligi, yashashligi qiyin bo'lib qolganligi uchun Alloh taolo bu o'pkaga og'riq degan narsani olib tashlagan. Lekin siz u biz mana shu narsani tutun bilan to'ldirib, qaraytirib, mana shuni ishdan ketkazyapmiz. O'zimiz sabab bo'lyapmiz. Shuning uchun boyaga oyatga tushadi deydi. O'zinglarni o'zinglar qo'linglar bilan o'ltirmanglar, halokatga tashlamanglar. Shuning uchun harom bo'ladi, azizlar. Namoz o'qib yursa ham darddan boshi chiqmayapti. Mana roza tutadi, taqvo qiladi, lekin doim qiyinchilikda, musibatda yuribdi deysizmi? Lekin ana deysiz, namoz o'qimasa ham, masjidga kelmasa ham, hajga bormasa ham yoki ibodat qilmasa ham, onaning ishi zo'r. Dunyo kelib yotibdi, bari joy-joyida deysizmi? Alloh subhanahu va taolo nima deyapti? Ular bizlar eslatgan narsalarni esdan chiqarganda bizlar ochib tashladik deyapti. Berib tashladik bar narsani. Hatta idza farihu bima utu, bergan narsalarimizdan ular quvondi. Va bugun buncha topdim. Bugun buncha topdim. Bugun foyda buncha bo'ldi, quvonib. Fa akhadnahum baghta, keyin birdan ushladik ularni deyapti. Fa akhadnahum baghta, birdan ularni ushladik. Bir azob bilan, katta bir musibat bilan. Fahum mublisun, ular tipirchilab qoldi. Nima qilishligini bilmay qoldi deganni oyatda. Shuning uchun bir musulmonga bir aziyat kelsa, men Ayyub payg'ambar bo'lsa, nega shuncha Alloh qiynayapti deb o'yingizga kelish mumkin-da. Nega shuncha tanasi chirib ketadigan darajada qancha yil dunyosi ketdi, farzandlari o'ldi. Payg'ambar alayhisalom aytadi: "Inna ashaddul bala'i 'alal anbiya." Balolarning eng ashaddisi kimlarga? Anbiyolarga bo'ladi. Keyin shunga o'xshashlar, anbiyolarga o'xshashlarga bo'laveradi deganda. Tushunasizmi? Qarang, hozir borib yotibdi-yu. Soni ko'p hozir umraga borayotganlar, hajga borayotganlar. Qaysi faloncha turizm, faloncha turizm. Lekin kelgandan keyin shu. Nega? Chunki mana shu maqsadlarni tushunmayapti-da. Amal qabul bo'lishligi uchun ikkita shart topilishi kerak ekan. Qaysi shart? Birinchisi niyat Alloh uchun bo'lishi kerak ekan. Shunda qabul qilinar ekan. Ikkinchisi payg'ambarimizning ko'rsatganiga binoan bo'lishi kerak ekan. Agar Rasululloh ko'rsatmaganday bo'lsa, unda umra qabul bo'lmay qoladi. Alloh uchun bo'lishi kerak. Birinchisi ortiq bo'lib ketganini ko'rmayapmiz dedi, uchinchisi. Unga ham aytdik. To'g'ri, dinga kelganda aytmaymiz, namoz o'qisang boyib ketasan, dinga kelsang ishlaring yurishib ketadi, balki teskarisiga bo'lib ketishi mumkin. Chunki bizlar dunyoning evazi uchun ibodat qilmaymiz, to'g'rimi? Nima uchun ibodat qilamiz? Alloh taoloning roziligi va oxirat uchun ibodat qilamiz. Mana Mus'ab ibn Umayr. Mus'ab ibn Umayr Makkadagi boy ayolning o'g'li edi. Hatto u atir sepganida ne keladi? Kimlar ko'rib, "Avaydan Mus'ab o'tibdi" derdi. Lekin payg'ambarga iymon keltirganidan keyin ota-onasi dunyosini barini olib qo'ydi. Mana degan otini ham, sepadigan atir pullarini barini gavay bo'lib qoldi. Hatto o'lganida kafani oyog'i yesa boshi yetmaydigan bo'ldi, misol uchun.
Lekin nimani topdi? Haqiqiy boylik Allohning roziligi va jannat. Qancha ajr beriladi? 27 ya. Siz solishtiringda, o'ylangda. 20 agar har bir masjidda o'qiganingda $27 senga tushib turadi desa. Ya, $27 tushib turadi desa, agar u masjid Chimkentda bo'lsa, kuniga Chimkentga tushamiz. Peshinda ham, asr shomda ham. 5 vaqtda qancha bo'lyapti? 27 ni 5 ga ko'paytirsa, $135. 70 ming tangadan kuniga tushib tursa, 5 mingni sarflab 5 vaqt namozga tushib chiqamiz. Dunyo ishida qarayveramiz, hisoblaymiz, deymiz. $27 bo'lsa zo'r ish ekan deymiz. Lekin 27 marta ajri ko'p masjidda deyilsa, endi qaramaymiz uni. Yoki masjidda 5 vaqt o'qiyotgan odam bo'lsa, hasad qilmaymiz. Nimaga u bunday qiladi? Men qila olmayapman deb keta olmaymiz, to'g'rimi?